Assalomu alaykum hammaga. Bo'lgan voqeani aytib beraman. Xullas, Pervaldan shunday vodiydan kelishda bunaqa o'riklar sotadigan joy bor, mana ko'ryapsizlar. Orqada ham. O'sha joyda Qo'qondan kelyapman, xizmat zo'r bo'ldi, kayfiyat ham zo'r. Xizmatmi, reklama ham nimadir bo'ldi. Yo'lda turgan ekan mashina to'xtab, "Ha, nima yordamsiz?" "Ey aka" dedi. "Benzinimiz tugab qoldi, ozgina pul bering" dedi. Endi biz ham to'xtanglar, benzininglar tugab qolgan bo'lsa, pulinglar yo'qmi? Yo'q, ozgina yordam qilib keting, plastikka bo'lsa ham, Buxoro ketyapmiz-da, bo'pti. Dedim, men savol javob qildim. Xo'p, keyin to'xtanglar dedim, endi o'zim bermayman dedim. Mashina zavat qiling, mashinanglar ko'p dedim. Bitta yo'q edi, rostdan ham benzin yo'q. Inomarka mashina dedi, Mers bo'lsa kerak menimcha. Keyin "Iye" dedim, "Bo'ldi aka" dedim-da. Bo'lmasa mana Jizzaxgacha yetib olasizlar deb berdim. Keyin vaqt qo'yinglar dedim. Bo'ldi, rahmat dedi. Shu bilan o'tirib ketdim. Kecha Telegram kanaldan qaytadir keldi-da. Xullas, shunaqa mashinanglar yuribdi, u bu. Bunda qarasam, xuddi o'sha mana shu yo'l yo'nalishda ular boshqa o'zbek mashinalarimizga o'tgan, Chevroletga o'tgan. Shunaqa voqea. Aka, malades, lekin men masalan o'shanaqa ijroni uncha san'atda yursa qila olmaymiz. Shunaqangi ijro zo'r. Aka, iltimos deb gapiryapti. Aka, siz zo'r Gollivudga, o'zbek kinolariga bemalol o'tdingiz. Meni ko'rayotgan bo'lsangiz, ijroga gap yo'q, malatsi. Eng yana bitta achinarlisi, Toshkentda ham, Qo'qonda ham bor. Haligi bunday odamni ko'rsa, yordam qiladigan odamlar, ular ham, "Iye, Umid aka siz ham berdingizmi? Umid sen ham berdingmi?" deb mana shunaqa razi gaplashib kulishib qolibmiz. Shunaqa chavandaz yigitlar ekan. Xullas, xulosa o'zingizdan. U yigitni men uloq-buloqda ko'rib qolsam, bir ozg'in otda, men o'zim emas, kimgadir yollayman. Payaga to'ygan otda deb urgizib o'tib ketaman yoki terma jamoamiz oddiy komandalarga yutqizgan kuni ehtiyot bo'laverasiz aka. Men sizni topaman. deb turib ne qiladi Brusli qirs qiladi. Salomat bo'linglar. Xullas, shunaqa voqea bo'ldi. Xulosa o'zingizdan deyman.